Yoshim 25 da, yarim tishlarim to'kilib ketdi, ba'zilari sindi. Buni sababi nima va qanaqa davolasa bo'ladi? Aynan hozirgi kunda yoshlar orasida bu aktual mavzuga aylandi. Keling, xos sabablarini sizlarga aytib beraman. Birinchi sababi bu genetika, ya'ni irsiyat. Bu ota-onadan o'tgan tishlarning strukturasi. 100 marta yuvsangiz ham bari tishlaringiz zararlanadi. Ikkinchisi bu noto'g'ri turmush tarzi, ya'ni hammamiz juda ham yumshoq bo'lgan, uglevodlarga boy bo'lgan narsalarni yaxshi ko'ramiz va kuchli gazlangan shirin ichimliklar. Bular aslida tishlar uchun juda ham katta zarar hisoblanadi. Aslida nima qilish kerak? Ko'proq olmalar, mevalar, yaxshi qattiq chaynaladigan narsalardan ko'proq yeyish kerak. Emalni mustahkamlaydi va tishlaringizni uzoq payt yaxshi saqlaydi. Tishingiz to'kilishiga uchinchi sabab siz har 6 oyda stomatologga kelmasligingiz. Agar siz vaqtida kelganingizda o'sha kichkina muammongiz o'sha joyingizda hal bo'ladi va bu holatga kelib qolmasdingiz. Endi buni qanaqa davolash kerak? Agar tishlar juda ham yomon holatda bo'lgan bo'lsa, har bitta tishingiz diagnostika qilgandan keyin saqlanadigan saqlab, uni restavratsiya qilib yoki qoplama bilan qoplab, yomonlarini olib unga implantatsiya qilinadi va to'liq protezирование qilinadi. Shunda sizda muammo yechiladi. Agarda sizda ham tishingiz bilan bog'liq xuddi shunaqa muammolar bo'lsa, biz sizga yordam bera olamiz. Sababi 15 yil davomida juda ko'p bemorlar tishlaridagi muammolarni hal qilib berganmiz. Batafsil ma'lumot uchun direktga murojaat qilsangiz bo'ladi.